10. savol. Qandaq qilganda niyat xolis bo'lgan bo'ladi? Bismillah, alhamdulillah, assalatu vassalamu ala rasulillah. Assalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Tövende diqtanlarga İmam Hafiz al-Hakami rahimahullohning İslam aqidasiga dair savol javoblar kitobidan banda va bandichilik bobidan 10. savol. Qandaq qilganda niyat xolis bo'lgan bo'ladi ning javobini o'qiymiz inshaalloh. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. 10. savol. Qandaq qilganda niyat xolis bo'lgan bo'ladi? Javob: bandining barliq oshkora, maxfiy so'z va amallarining maqsadi Allah subhanahu va taolaning rozilik uchun bo'lganda niyat xolis bo'lgan bo'ladi. Bu haqda Allah subhanahu va taala Sura Bayyina 5-oyatining bir qismida mundaq deydi: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. Tercümesi: Ular faqat ibodatni Allohga xolis qilgan, haq dinga e'tiqod qilgan holda yolg'iz Allohga ibodat qilishga buyurildi. Sura Layl 19-20 oyatlarda: وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى. Tercümesi: Onun qilgan yaxshiligi birovning yaxshiligini yondirish uchun emas, faqat ulug' Rabbining roziligi uchundir. Sura İnsan 9-oyatida: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. Tercümesi: Ular aytadi: Sizlarga biz Allohning roziligi uchun taom beramiz. Sizlardan buning badaliga hech qanday mukofot va tashakkur talab qilmaymiz. Sura Shura 20-oyatida: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. Tercümesi: Kimiki o'zining amali bilan oxiratning savobini ko'zlasa, uning savobini ziyoda beramiz. Kimiki amali bilan dunyoning manfaatini ko'zlasa, uning tilagan manfaatining ba'zisini beramiz. Uningga oxiratda savobdan hech nasiba yo'q. Bu haqda bundan boshqa oyatlar nihoyat ko'p. Alhamdulillah, yuqorida İmam Hafiz al-Hakami rahimahullohning İslam aqidasiga dair savol javoblar kitobidan banda va bandichilik bobida 10. savol. Qandaq qilganda niyat xolis bo'lgan bo'ladi ning javobini angladinglar. Oxirini keyin qitimliq o'qishimizni davomlashtiramiz inshaalloh. Va sallallohu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi va sallam. Assalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.